Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, salomatmisizlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Har doimgidek biz tabobat bo'yicha ko'rsatuvlarimizni va sizlarga yetkazadigan yaxshi xabarlarimizni yetkazishlikda davom etamiz. Bu navbatdagi ko'rsatuvimiz yana shu ko'pchiligimiz tanigan Yoqubjon akamlarni ishxonalaridan bo'lyapti. Tabobat bilan shug'ullanib, mana shu yerda bemorlarni qabul qiladigan Chorsuv, Namanganda Chorsuvdagi ofislardan desak bo'ladi, yo do'konlardan desak bo'ladi, yoki shifoxonalardan desak ham bo'laveradi. Xo'p, assalomu alaykum Yoqubjon aka, salomatmisiz, tuzukmisiz? Yoqubjon aka, siz bilan juda ko'p suhbatlarni qilganmiz, boshqa tabiblar bilan ham ko'p suhbatlarni qilganmiz. Bizning asosiy vazifamiz faqatgina tabiblarni emas, balki tabiblardan shifo topgan bemorlarni ham ko'rsatishimiz shart. Chunki birorta tabib men davolashni bilmayman deya olmaydi. Hamma tabib men ustaman deydi. Chunki hamma o'ziga ishonadi, ko'pchiligi bilmagan holatda ziyon ham yetkazib qo'yadi. Ya'ni tabobatdan butunlay xabar bo'lmagan, ozginagina narsani eshitib olib, hamma narsaga bitta dorini taqayveradigan tabiblarimiz ham bor. Lekin alhamdulillah mana sizdan ko'pchilik shifo topyapti. Va o'zim iltimos qilamanki, doim mana shu tabib sizda davolangan, jiddiy kasallikdan davolanganmi, oddiy kasallikdan davolanganmi, menga ko'proq siz emas, sizda davolangan bemorlar kerak. Shular kelishganda menga xabar qiling deyman. Mana bugun ham xabar qildinglar. Farg'onadan kelishgan ekan oilaviy. Bularga mana oldin bir ko'rsatib qo'yay, Farg'onadan mehmonlarimiz kelishgan. Mana shu opamiz, singlimiz va singlimizning xo'jayinlari. Nima bo'lganda siz aytib beringchi, bular nima bilan murojaat qilishganda, ana shunda to'xtatasiz, murojaat qilganlarini aytib, keyin bulardan murojaat qilgandan keyingi holatni bulardan so'raymiz. Nima deysiz? Juda ma'qul gaplarni gapirdingiz. Menga 2 haftalar burun mana shu qizchani olib kelishdi. Mana shu onaxonimiz, mana singillar mana bular olib kelib menga aytishdi, mana shu tuzumni tilida bir narsa chiqqan ekan. Shu sizlar kichkinagina Imonaxonni tillarga. Keyin men aytdim bir ko'raylikchi deb, keyin ko'rganimda bir kichkina bir narsa chiqqan ekan. Bular doktorga olib borishgan ekan oldin. qayerga chiqqan? Tili tagga. Tili tagga. Tili tag tomonga, katta tili tag tomonga narsa chiqqan. Men buni ko'rdim, ko'rgandan keyin o'ta xavfli narsa emas. Harakat qilsak bo'ladigan holatda tabobat yo'li bilan, nimaki meni ilgari shu narsani ko'p ko'rganman. Tajribadan o'tgan. Tajribadan o'tgan, Marg'ilonlik bir opa ham kelib, ilgariroq shuni bilan ko'rishgan ekan menimcha. Ularni ham doktorga olib boramiz degan, olib borishgan ham. Keyin oxiri menga ixlos qilib kelgan ekan. Boshqadan dori qilmadingiz ham yo'q dedi. Bular lekin dori qilgan ekan doktorda. Muolajani qildi, berdingiz, tayinladingiz. Muolajani berdim. Muolajani bergandan men aytdim, bir 10 kun, 15 kun qilinglar, bir yana kelasizlar. Men bir bolaning holatini ko'ray. Lekin parhezga qattiq amal qilish kerak. Bo'lasam juda ham xursand bo'lib, dorilar ketishdi. Donab ketgandan keyin menga 3-4 kundan keyin mana qizlarni kimdir tushunadi. Endi shu yerda sizning gapingizni bo'laman, odobsizlik bo'lsa ham. Qolganini bemorni buvilari va onalari, otalari gapirib bersin. Gapirib beringlar. Xo'p. Assalomu alaykum, yana bir bor sizlarga. O'zlarining ruxsatlari bilan videoga olyapmiz. Xo'p, mana olib keldinglar tabibga. Olib kelishdan oldin nima holat bo'ldi va doktorlarga qanaqa uchradinglar yoki boshqa tabiblarga uchradinglar, nima bo'ldi? Tabiblarga uchramadik. Shu doktorlarga uchradik. Ularda 2 marta operatsiya qildik. Qattiqroq gapirasiz. 2 marta operatsiya qildirdik. Bittasida kuydirdik, ikkinchisida operatsiya qildirdik. Bu shunda ham chiqardi. Keyin doktorlardan nima bu tashxis desak, qo'yib berisha olmadi, nimaligini aytisholmadi. Olingandan keyin tekshiruvlardan keyin aniq bo'ladi nimaligi deyishdi. Biz keyin operatsiyani ham sentyabr oyiga qilishmoqchi. Bu chiqqan yarani ko'rinishi qanaqa edi? Shu dumaloq tuyachaga o'xshaydi. Bir u qaytib oqish bo'lib qoladi, bir ishib qoladi. Shu 2 xil bo'lib qolardi-da. Keyin sentyabr oyida operatsiya deyishdi. Keyin biz sentyabr oyini kutmadik. Bu yoq onam ko'rib qolib,
Sizni videolaringizni videolarni ko'rib qolib, ko'rib nimada qolib. YouTube'da. Videolarimni ko'rib qolib YouTube'da keldinglar. Keyin ertasi kuni ham keldik, kutmadik. Ko'rgan kunimiz ertasi kuni keldik. Keyin Mana shu yerda davosi bor ekan deb, mana shu Yoqubjon akani eshitib qolib, mana shu Marg'ilonlikda qizni. Mana shu bir qo'lingizga yarim ushlab yashar oling. bolani davolagan ekan. Yaqinroq. Xuddi shunaqa tilini tagida shunaqasi bor deb gapirib chiqqan ekan. Voy, seni qizingni kasali tuzalar ekan, ana shu Yoqubjon aka tuzatib yuboryapti ekan deb videosini keyin qizimga jo'natib yubordim. Qizim keyin darrov telefon qilib ko'rib, keyin ertaga boramiz. Va tayyorlaning dedi, ha bo'pti deb keyin o'g'lim bilan kelib, qizimni, nevaramni olib keldik. avvalo ixlos bilan keldim. Birinchi o'rinda ixlos bilan Xudodan so'rab keldim. Ixlos bilan hamma yo'lda qilsangiz ham birinchi o'rinda ixlos bilan Allohga ishonib, siz albatta bo'ladi. Mana Necha doimga kun shu. davoladinglar? Doim. Mana Bugun shu Ikki 2 hafta bo'ldi-da. 2 hafta bo'ldi. 2 hafta. O'sha kunda bildim men. O'sha kunda bildim. Dorini Surtmami yo ichadigan dorimi yoki Damlab ichiladi, Sepiladigan sepiladi, bor. surtilaydigani bor, kapotilaydigani bor. 2-3 xil komponentlardan berilgan. Shunaqa. shu bir kundayaq o'zi natijasini berdi-da. Allohga shukr. Rahmat, Tanjoningiz sog' Sog' bo'lsin. Imonaxon, endi yaxshimi tilaysiz? Sog' salomat. Yaxshimi? Yelda qo'ying. Imoni Hurmatida, qo'ng izzatida yemayapsanmi? bo'ling. Yo'q, unaqa Parhezga narsa. Parhezlar qilyapmiz. Juda yaxshi-da. Akalaringiz Bolani dadalaridan ham so'raylik-chi. Qani oldingizga olib oling mikrofonni. Ismingiz kim uka? Assalomu alaykum. Islom Qayto'y. Farg'ona viloyati Qubot tumanidan keldik. Mana shu qizimni tiliga yara chiqqan edi. Qator. Mana shu nima shu YouTube'dan ko'rib, mana shu buvam ko'rib bizga nima qiluvdi, tavsiya qiluvdi, keluvdik. Mana 2 haftaga ham bormadi-da lecheniasi. Shu bir kun ichida effektini bildik. Mana hozir kelsa nimani olgan. Juda ham yaxshi. Ko'nglingiz to'ldi. To'ldi, rahmat. Men aytgan tavsiyalarga quloq soldinglar, parhez qildinglar. Natijalar Xudo xolasa yaxshi mana. Tabiiy dorilarni biz ishlatdik mana. Xudo xolasa Tanjoningiz sog' bo'lsin. Shuni bemorligida rasmga olib qo'ymaganmi deydi? Olganmiz. Olganmisizlar, bormi? Shuni ko'raylik, maylimi? Telefonim- Telefoningizdan ko'rsating. juda yaxshi Mana ma'qul. bu- Bu sizga o'xshagan qiynalganlar bor. Bular darab o'sha yaxshi rasmga ham olib qo'ygan ekansiz. Ana, ke, bak. Otingni ayda. Hop. Mana tilli tagidagi pufakka o'xshagan pufakcha ekanda endi. Hozir yo'qmi? Yo'q, hozir yo'q. Tiling tagini ko'rsata olasizmi? Qani bemalol ko'rsat. Qani tiling tagi? Chiqarib ko'rsat, chiqarib. Na, tepaga ko'tarchi. Hech narsa qolmabdi-yu. Mashalloh. Tuzalib qoldi. Rahmat opa. Rahmat, baraka topinglar. Xo'p, Yoqubjon aka, endi sal noodatiy savol beraman. Nima bilan davoladingiz degan savol bor. Ya'ni qanaqa giyohlardan berdingiz, qanaqa bir sepadigan berdingiz? Chunki buni bilib olib uyda qilmaylar, lekin buni o'ziga yarasha miqdori va dorini, giyohlarni quritish, tayyorlash bor. Nima edi bu? Mana shu tilini tagidagi olingan. O'zi tushdimi bu? Yo'q, buni operatsiya qilib olishgan. Ha, oldin. Shu yarasi. Yarasini operatsiya qilib oldirgandan keyin paydo bo'ldimi bu? Yo'q, olingan hozir. Operatsiyadan oldingi nima? Operatsiya oldin Bu o'sha narsa, qanotning tagidagi narsa. O'zi tushdimi? Yo'q, operatsiya qilib olgizib rasmga Keyin olindi. yana chiqqan. Bu Demak bu yerga kelishingizdan oldin bir marta bu narsa bo'lgan. Kesib olgan doktorlar, keyin yana qayta ulagan. 2 marta qayta olagan, 2 marta operatsiya. lazerda kuydirganmiz, lazerdan keyin yana chiqib qolgan. Ha, Keyin lazer- operatsiyadan keyin yana chiqib. Bolaga endi mayli Alloh komil shifo bergan bo'lsin. Mana oxiri tuzalish taqdiroti shu yerda ekanda, mana shu holat ekan mana. Operatsiya qilingan. Hozir yaxshimi qizim? Yaxshi, Xudoga shukr. Yaxshi. Mana tabobatda kim so'raydi, qiziqadi. Buni nimadan qilgansiz deydi. Bu dorini juda ham oson qilish. Oddiy ramashkani talqon qilinadi. Unga kalendula degan narsa bor. Tirnoq gul deymiz, bizlar parillar tirnog'i deymiz. Shu tabiiy giyohlardan foydalandim men. Bu yerda bir sekretli narsasi ham yo'q. Har qanday tabib ham bilsa ham bo'ladi. Keyin qanaqa parhezlarni buyurasiz bunaqa Men holatda? bularga o'zlariga ham yaxshi tushuntirdim. Qovun, meva-cheva shunaqa narsalardan
ozgina bir 15 kun sabr qilsalar, shu qiz yaxshi bo'lib ketadi, keyin billa qovunab kelsa suyib yeb deb kulishdim, to'g'rimi? Ha, mevalar demak salbiy ta'sir qiladi bunaqangi. Albatta mumkin emas. Qurut, masalan, simishka, anaqa narsa pista chaqsa, haligi yerga boradi-da, haligi yerga kovlab, ozgina ziyon keltirishi mumkin shu narsaga. Juda Achchiq, sho'r narsalar misol mana Fanta Cola deydimi, haligi suvlar bor-ku. rangli gazli ichimlik suvlar. Shulardan ozgina parhez qilsak, mana o'zi ham rangi ham chiroyli qopti qizni. O'tgan safar kelganda sal g'amgin, ya sezgir qiz ekan, o'zi turgandi. Yo, juda yaxshi. Hozir men ko'rib xursand bo'ldim. Mana tilini tagini ko'rdim. Hozir yo'q pashti. O'sham tuzalib bo'ldi pashti. Bunda bir yo'q-da. Alloh taolo. Shunchalik Xudo shifo berdi. Biz emas, bu biz sababchi. Baraka toping. Men qo'limdan kelgan mahoratimni qilaman, qo'limdan kelgan harakatimni qilaman. Lekin men shu tuzalib yaxshi bo'lsa bizga duo kerak. Yoqubjon aka, to'g'ri aytasiz. Bu shifo Allohdan, lekin sababini tayyorlash, sababini qilish, sababini bilish uchun o'qish va mana bu tabobatni, tibbiyotni yaxshilab o'rganish kerak-da, to'g'rimi? Albatta. Alloh ajringizni bersin. Kattakon rahmat sizga. Mana azizlar, biz tabib qidirmaymiz. Tabiblar shunday ko'zimizning o'ngida o'zlarini tanishtirib turishadi. Biz tuzalgan bemorlarni qidiramiz ko'proq. Nimaga? Doim aytaman. Tabibni, shifokorni mehnatini bemor ko'rsatib beradi. Hech qachon birorta shifokor yoki birorta tabib o'zi hamma narsani ko'rsatib bera olmaydi. O'zi kasbini egallaganligini, o'zini mahoratini bemorlarda ko'rsatadi va buni biz ko'ra olmaymiz bu chekkadan turib. Faqatgina bemorlar orqali ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun azizlar, kim qaysi tabibda bo'lib davolangan bo'lsa, mana shu kasalimga davo topdim desa, bu ko'pchilikka bir xabar berib qo'yamizki, mana bu yerda o'zini ustasi bor ekan. Kelinglar, Alloh shifo bergan bo'lsa tuzalasizlar. Mana shu odam mahorati yaxshi ekan. Biz bemor bilan gaplashdik deb turib, bemorlardan bemalol video qilib olib sizlarni sizlarning e'tiboringizga taqdim qilamiz. Qoshki mana shunday bir kasalliklar tez chekinib, hamma tez tuzalib ketsa yaxshi bo'lardi. Mana bularni ham kelib qoldilar. Bitta narsa qo'shimcha qilish kerak. Biz dorini beramiz. Odamlarga kelganda tabiiy giyohlarni beramiz, nimalarni beramiz. Ko'p holatlarda dorini olib ketgandan keyin parhezga amal qilishmaydi. Parhezga amal qilishmaydi-da, ayniqsa mana bu teri kasalliklarda, jigar kasalliklarida, bunaqangi o'simta kasalliklarda parhezga amal qilishmaydi, keyin biz naf ko'rmadik, nima qilmadik deydi. Birinchi o'rinda biz kelgan klientga aytamizki, ho erkak bo'lsin, ha ayol bo'lsin, parhezga amal qiling deymiz. Erkaklarda spirtnoy, tamaki mahsulotlariga, mana energetika mahsulotlariga, Fanta Colalarga, shularga e'tibor qarating deymizda, ko'pchilik spirtlidan tiyilmaydi erkaklar, spirtli mahsulotlardan tiyilmaydi, tamaki mahsulotlardan tiyilmaydi, keyin bizda dori oluvdik, effekt bo'lmadi deyishadi. Mana o'zingizga ham kecha yaqinda kommentariyaga narsa bo'ldi, o'zingizga ham narsa qilishgan ekan. O'shaning uchun aytamanki, birinchi o'rinda parhezga amal qilish kerak. Ho meditsina tomonidan lechina qilsin, ho tabobat yo'nalishidan qilsin, birinchi o'rinda parhezga amal qilinmasa, bizni bergan bu dorilarimiz foyda bermaydi. Demak, bu bo'ldi, tabibga uchradim. Endi men tabib dorisini ichsam va hayotimni doimgidek davom ettiraveraman deb turib, ba'zilar endi haqiqatda spirtli ichimliklarga yoki rangli, gazli, energetik har xil ichimliklarga to'g'rimi ruju qo'ygan, tamakiga ruju qo'ygan. Mana shu yoki achchiq yeyishda davom etadi, sho'r yeyishda davom etadi. Demak, davolanayotganda albatta mutaxassis maslahatiga amal qilish kerak. Shunday tushundimmi? Shunaqa. Mana shu akayam mana Andijondan kelganlar, mana bu akayam xuddi teri kasalliklari, mana kasalliklari. Bular nima qilyapti? Mana 25-iyun ko'ringan kelganlar. Mana bu o'zgarishi mana. Mana 5 kundlik natija. Mana bugun ertalabkin tashlayaptilar-da, mana. O'zgarish zo'r. Bugungi holatda e'tibor uchun rahmat deyaptilar. Ancha yaxshiman oldingi holatdan deyaptilar. Bu odam ham kelaman deb narsa qildilar. Bu odam ham shu parhezini biz aytgandek qilgan, nima bo'lgan? Mana 5 kundagi natija bu.
mana 25-da olib ketgan bo'lsa, bugun 30-mi? Mana 5 kundagi natija. Parhezga amal qilish Parhezga meditsinada amal tabobatga ham kuchli bo'lish kerak. parhezga qattiq rioya qilinsa, parhezga amal qilinsa, biz bergan dorilarimiz ariq oqib ketmaydi-da. Endi bitta daraxtni ekib qo'ysangiz, tagiga e'tibor bermasangiz, uni suvini bermasangiz quriydi-ku. Ha, u dorini nima qilib biz aytganday qilmasa, shuni holatini bilish kerak. Mana sizlar hozir men keldinglar. Mana shu qizga o'xshagan bitta yerda kasallar bo'lsa, qiynalib yurgan bo'lsa, sizlar aytib qo'yganinglar yaxshi bo'ladi, savob bo'ladi bu. Bilib qoladi kimdir shuni. Bilmay yurganlar bor bizni. Bizni adresimiz mana shu Namangan shahar, mana shu yerda Chorsuda. Mana siz Farg'onadan sizlar keldingiz. Qarang. Alloh salomat qilsin. Mabodo murojaat qiladiganlar bo'lsa, mana marhamat Namangan shahrida, Chorsu dahasida mana shu Namdon ro'parasida joylashgan Yoqubjon akamning joylari. Barnoxon opamlar ayollar uchun alohida joy qildilar. Nariroqda Chorsu mehmonxonasini yonida, ro'parasida joylari bor. Albatta bu narsani izohlarda va opisiyalarda yozib ketamiz. Endi men yana qo'shimcha qilmoqchi edim. Mana o'sha kuni kimdir kasal gapiraman deganday qildingiz. Bemalol buyrak kasalmi, gepatitmi, jigarmi, o'rezit kasallari deydi, shamollashlarmi, hammasiga oyoq og'riq, revmatizmgacha. Hattoki ko'z xiralariga ham dorilarimiz bor. Hozir mana dorilarni Chernikadan qilyapmiz, mana yangi dorilarni harakatidamiz doimo. Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Qo'limizdan kelgancha maslahatimizni beramiz olmasa ham. Inshaalloh shifo topadi ixlos bilan kelgan odam. Mana men shu buguncha xursand bo'ldim. Mana shu qizchani ko'rib. Ichida qancha xursand bo'lyapti shu qiz mana. Katta bo'lsa davlatga bir foydasi tegadigan odamlarga doktor bo'ladi bu ham. İnsanlarga foydasi tegadi. Mana dadalar xursand bo'ldi, mana haytoy, mana tanishdim, xursand bo'ldim. Har kelgan odam bilan biz gaplashishimiz kerak. Ular chin dilidan kelib, menga rahmat desa, men ham ancha xursand. Sizga ham motivatsiya bo'ladi, siz ham xursand bo'lasiz. Endi buni bilmaganlar bilish kerak-da bizni. Mayli. Bilmay yurganlar ko'p. Alloh salomat qilsin. Katta rahmat. Mehnatingizga sizlar ham rozi bo'linglar. Sizlarga ham farzandingizga Alloh Xudo shifo xohlasa bergan paradigar bo'lsin. shifo bersin. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Bu Lekin parhezga o'zini amal qilib tursin yana. Darab deganda tarbiyamizni buzib, qo'lni to'g'ri quritdi, suv ichgancha qo'rmagin qizim. Ozgina sabr qilib turasan, keyin safar kelganingda yana jiqutgan bor ekan o'zining ichida bunga beramiz kechalarga ham. Xohlasalar bugun ham ketishinglar mumkin. O'zim bilinib turibdi, qut bor ekan ichida, mayda shuda. Alloh salomat qilsin. Rahmat e'tiboringiz uchun. Azizlar, o'z fikr mulohazalaringizni izohlarda chiroyli qoldirishinglarni iltimos qilamiz. Mabodo kimda qanaqa fikr bor, kimda qanaqangi bemorlik bor, boshqasi bor, nima bezovta qilyapti shularni izohlarda qoldirsanglar, albatta Yoqubjon akamlar va Barnoxon opamiz javob qiladilar. Salomat. Bizda hozir yo'q. Xohlagan paytga kelishi mumkin. Salomat bo'ling. Shuni ham Rahmat. bo'lgan yaxshi. Yakshanba